Manchester United klubini ashaddiy muxlislaridan bittalari mana shu pasport qo'limda. Akamizga biza 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 ta vizani qilishga sababchi bo'lib yordam berganmiz. Birinchisini 6 oylik Angliyadan boshlagan aka. Esizdami, o'tgan yili xuddi shunaqa vaqtga yaqin edi, sentyabr oyida mana Angliyani 6 oylik multi vizasi olingan. O'tgan yili 2024-yil va martda tugagan viza. Shu viza bilan 3 marta akamiz Angliyaga kirib tashrif buyurgan. 3 martada Antonga keldi. qaranglar, viza olyapti. Akamiz shunaqa ashaddiy muxlis ekanki, Manchesterning o'yinini ko'rish uchun viza bilan 3 marta borib kelgan. Undan keyin akamizga biza demak South African Republic vizasini qilganmiz. Bu kim bilmasa Afrikani Schengen hisoblanadi. O'sha oq tanlilar ko'proq yashaydigan joy. Borishni maslahat beraman va bundan keyin biza 1 yillik vizani olib berganmiz. Braziliyani sentyabrda olingan viza. Xudo xohlasa 1 yil davomida akamiz Braziliyaga borib kelmoqchi, Latin Amerikaning boshqa davlatlarini ko'rib kelmoqchi. Va bugun sveji yana bitta Schengen vizamiz chiqyapti. Umumiy bu pasportda 5 ta viza bo'lsa, 6 ta stiker bo'lsa, Schengen bilan Xitoy siz o'zingiz olgansiz, qolgan 4 tasini biz orqali harakat qilgan. Akamizni maqsadlari o'sha biletni olib, xohlagan davlatimga sekin chiqib kelishi kerak degan uchun biz nasib harakat qilyapmiz. Hozirdan aka, xizmatimizga nima deysiz aka? Xizmatingizga rahmat sizlarga. Nima vizaga topshirsak, hamma vizani olyapmiz. Birorta отказ olganimiz yo'q hozirgacha. Tavsiya qilaman kelib, bemalol vizaga topshirishinglar. Xo'sh. Hammaga rahmat. Nasib bo'lsa, to'g'ri tanlov qilishga adashmanglar. Sog' bo'linglar.